Assalomu alaykum muxlislar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog' salomatmisizlar? Mana ukam suvda kelib, Marat aka bitta video qilaylik deb kelibdilar. Gap yo'q, xudo xolasa, ishlariga omad, layklarni bosib, podpiskalarni bosib, mana shunaqa ukalarni poddeski qilamiz. Xo'p, do'stlar, jentralar bor ekan, 24 ekan, 30 ming kilometr yurgan. Kraskalari toza, Malibu bar, rul, original navorotlar qilingan ekan. 97 412 08 88 ekan do'stlar. 20-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, jentra bor ekan, pakleniya gazlari bor. Kraskalar tozami? Toza 107 ming probeg yurgan ekan. 90 998 67 77 ekan. Bismillahirrohmanirrohim do'stlar, mana sevgili moshin bozoriga keldik. Xudo xolasa jentra narxlarini obzor qilib beramiz. Videoga maksimal like bosib kanalga обязательно nomini qo'ysanglar, shunaqa chiqarib bor ekan, videolarimizni o'tkazib yubormaysizlar. Men Telegram kanalimizda doim eslatamiz, sotmoqchi bo'lsanglar, olmoqchi bo'lsanglar juda ham manfaatli bo'ladi. Kanal silkasi, profil, opsiyasi va kommentariyasida bo'ladi. O'tinglar, obuna qo'yinglar. Qani ketdik biz videoni boshladik. Xo'p, do'stlar, jentralar bor ekan. 2000 hozir 24 ekan, 30 ming kilometr yurgan. Kraskalari toza, Malibu bar, rul, original navorotlar qilingan ekan. 97 412 08 88 ekan do'stlar. Benzinda mashina aytganimizdek. Xo'p, balonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Diska balon. Xo'p, tonirovkalari bor ekan, yuklari bor, poliklari bor ekan. Xo'p, ballari bor, manchfonlari bor. Mana Malibu rullar ham qo'yilgan ekan. Holatlari ideal bo'lib turibdi. Ko'rsanglar bo'ladi. Orqa ko'z holatdan ham bemalol ko'rishingiz mumkin akalarim. Narxini ham so'raymiz hozir. Bunisini ko'rsataylik. Bunda yozilmagan ekan. Buni narxi qancha aytilyapti aka? Narxi. Xo'sh, buni 14,5 bo'lsa berib yuboramiz. 14,5 ming bo'lsa beriladi. Hamma narsasi original. Tayyor. Tayyor. Bunisi-chi? Bunisini 13 ming bo'lsa berib yuboramiz. 41 ming yurgan, 41 ming yurgan, 300 yurgan. Ikkalasi ham toza, hamma narsasi original. 23 mi bu ham? Bu ham 23. Nomerlari bagajda turibdi. Nomerlarini ham olib qo'yib, ko'rsatdik. Dokument qanday bo'ladi? Genlar bormi? Yo'q, faqat olib sotdi. Afarmet, ha? Biz olib sotamiz-ku. Ha, bo'ldi. Afarmet qilib oladigan imkoniyati bor ekan, faqatgina do'stlar. Bemalol. Telefon qilib gaplashsanglar bo'ladi. $3000 bilan Nasiyaga ham chiqib ketaveradi. 12 ta viloyat, Qoraqalpoqqa ham. Yo'q-e? 3000 bersa, 12 ta viloyatga ham Kelasi ham ketaveradi. ketaveradi. Bo'ldi. Nasiyaga imkoniyati bor ekan. $3000 bilan xudo xolasa variant qilish imkoniyati bor ekan. Telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi akalar. Nomerligini qo'yib qo'ydik. 2022-yil ekan jentra do'stlar. Narxi deyman. Narx qancha aytilyapti? Kraskalar tozami? 10 ming ha? Bormi? Kraskalari benzinda ekan, kraskalari bor ekan. Bezlari bor. Diska balonlarni ko'rsanglar bo'ladi, mejgarlari bor, avtomatik korobka bo'ladi. Poliklari bor, ballari bor, manchfonlari ham bor ekan. Salon holatlarini ko'rsanglar bo'ladi. Probeg qancha ekan? 50 ming yurgan ekan. Kraska tozami? Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Narxini qancha qilib berasiz aka? Oxirgisini 9800. Bu ham sizdanmi? Bu yoqdikmi? Sizdanmi bu? Ya qo'yyapmisan. Bo'ldi. 20-yilda ishlab chiqarilgan. Xo'p, jentra bor ekan, pakleniya gazlari bor. Kraskalar tozami? Toza 107 ming probeg yurgan ekan. 90 998 67 77 ekan. Mejgar putlari ham bor ekan. Holatini ko'rsanglar bo'ladi. Tanoqalari yo'q, yuklari bor, polik chiqonlari bor, ballari bor ekan. Avtomatik korobka bo'ladi aytganimizdek. Salon holatlarini ham ko'rsanglar bo'ladi. Hammasi yaxshi ekan. Mana ko'rishinglar mumkin akalar. Narxini qancha dedingiz aka? Narxini 9,5 so'rayapman. Bo'ldi, xo'p. 9,5 ming. Ha, Nasiya savdo bormi yo'qmi? Yo'q, o'zim mashinam bor, aka. Faqat naqdga sotiladi, ha? Sotiladi. Bo'ldi. Bankka imkoniyati bormi? Banki chiqmaydi, yo'q, menimcha 20. Ha, 20 bo'ldi, tushunarli. Mayli, rahmat aka. 24-yilda ishlab chiqarilgan 10X bor ekan do'stlar. Oppoq svitda. Xo'p, kraskalar tozami? Tozami, balonlarni ko'rsanglar bo'ladi. Bu qaysi pozitsiyasi bu? 4-pozitsiyasi bo'ldi. Qancha yurdi bu aka? 40 ming yurgan.
40 ming ha. Ularni ko'rsanglar bo'ladi. Narxini qancha aytyapsiz? 11200 kelishamiz aka. Kelishimlari. Telefon nomeringizni aytib yuboring. 90lik Ha, 347 ha. 0319. Gaz qo'yilganmi, qo'ymaganmi? Propan qo'yilgan. Propan Ikkinchi qo'yilgan. nomeri 95 006 0085. Bo'ldi. Nasiya savdo bormi bu? Faqat naqdga sotiladi. Gen chiqadimi? Gen ham chiqadigan bo'lsa. Ko'rishga mumkin bemalol. Xo'p do'stlar, tanigan bo'lsanglar kerak, Marat aka deydi, Gentra bo'yicha ancha-muncha raqobatchilar sindirgan akamiz bo'ladi. O'sha mashinalarni ham obzor qilib beramiz. Assalomu alaykum. Sizlarni sog'ligingiz yaxshimi aka? Alhamdulillah. Assalomu alaykum muxlislar, yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog' salomatmisizlar? Mana ukam Issiqsuvda kelib, Marat aka bitta video qilaylik deb kelibdilar. Gap yo'q, xudo xolasa. Ishlariga omad, layklarni bosib, podpiskalarni bosib, mana shunaqa ukalarni hadeshki qilamiz. Ha. Mana bugun yakshanba. Chisla nechi bugun? 16. 16. Ha, 16. 16-avgust. Ha, 16-avgust. Maktabga mazgina qoldi. Ozgina qoldi xudo xolasa. Narxlar qanday bo'lyapti endi? Narxlar endichi narxlar tashagan. Qanaqa mashinalar? Mana yili eski mashinalar bor. Ko'p yurgan, sochi kraskasi bor, ular ozgina tashagan, narxlar bor tashagan. Endi menda aslamdoy, mana bitta ko'rsataymi, mana shu qatori mana. Menda aslamdoy yili 24 lar hammasi. 24. Yangi mashinalar. Maslar deydi. Kam yurgan mashinalar. Mana shu darvozadan kirsanglar 6-naves bo'ladi. Shunda kiraverishinglarda mana уже boshlanadi bu yoqda. Marat aka masjidga ko'chib kelgan. Hozir? Ha, yangi joy. Oldin tepada edi, men pastga tushib oldim. Endi qidirib yuruvdim. tushunarli. Narxlarni qanday aniqlamiz endi? Endi buncha hozir unda ko'rsatsangiz bo'ladi, oynasiga yozilgan. Ha. Oynasiga yozilgan. Bular hammasi ana nima deydi? Malibu salon qilingan, shumkalar qilingan, Amerikanka faralar, balonlar qo'yilgan, gazlari bor. Xullas, radar, kamera, hamma narsasi bor. Tayyor mashinalar bular. Tushunarli. Ha, bitta aylantirib ko'rsating mashina. Xo'p, do'stlar, Marat akadan xudo xolasa narxlarni bir ko'rsatib yuboramiz. Qiziq bo'lsa telefon qilib bemalol bog'lansanglar bo'ladi. Hakalanglar gazlari bor. Xullas tayyor 2024 ekan. Xo'p, gaz propanlari bor, kraskalari toza, probegi 10 000 km yurgan ekan. Xo'p, 97.00 0940 ekan do'stlar. 15500 so'ralayotgan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi, gazlari bor, tonirovkalari bor. Endi salonlarini ham ko'rsatamiz. Aytganimizdek, Malibu rullar qo'yilgan, barlar qo'yilgan, monitorlar qo'yilgan ekan, polik chol. Xullas hamma yog'i tayyor ekan do'stlar, ko'rsanglar bo'ladi. Xullas yangisini, maslasini so'raganlar uchun xudo xolasa bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Xo'p, hozir bir qator ko'rsatib chiqamiz. Narxini ham keyin chiroyli qilib kelishtirib beradi menimcha akalar. Endi bunisini ko'ramiz. Bu 2024 ekan. Xo'p, 14500 ekan. Gaz propanlari bor, kraskalari toza. Probegi 17000 km yurgan ekan. Xo'p, bunda ham o'sha hamma navrotlar qilingan, tayyorlar ekanna. Ko'rsanglar bo'ladi. Bemalol. Endi hammasini ko'rsatib o'tmaymiz, hozir narxlarni ham xudo xolasa so'rab olamiz akalar. Bunisi 13500 ekan, 22 ekan do'stlar. Gaz propanlari bor. Tayyor ekan. 37000 km yurgan ekan. Ko'rsanglar bo'ladi. Tayyor ekan. Bunisining ko'rsanglar bo'ladi, 23 ekan, 44000 km, kraskalari toza. 22 kilo ham bor mana 22, 13,5. Mana. Qatnashchilarga kelishtirib beramiz deyapti. Muxlislar ha? Qashqadaryo. Qashqadaryoga rasm mashina sotganman. Chiroqchini yarim mashinasi mendan olgan, Gentra. Qorasi. Qashqadaryolik akalarimiz ekan.
Молодец. Bu videoda deytaman o'zi Qashqadaryo nomer 1 deyman mashina olishda. Qashqadaryo, Surxondaryo, bitta Shunaqa. daryo. Bitta Keladi daryo, ikki tarafdan ham. Ye, assalomu Narxlari do'stlar, bonuslari bo'lar ekan, o'zi tushuntirib beradi. Nomerligiga telefon qilsanglar, xudo xolasa, bemalol gaplashsanglar bo'ladi ekanlar. Nomer raqami ham 98lik 125 57 97 raqami. Marat akaning nomeri. Tushunadi. Mashinalar kerak bo'lsa, shu nomerga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Ukamga aytaman, mana ekran tagimdan chiqarib qo'yadilar. Nomer raqamimni kelsanglar, faqat menda yangilari, zo'rlari bor. Kam yurgan, tozalari bor. Ustinglar bo'lsa, ustinglar bilan kelib tekshirtirib olinglar. Agar ustam yo'q desanglar, hozir anaqada internetda usta ko'p, to'g'rimi? Internetga kirsa, Lubo usta kelib tekshirib beradi. Bir $50 ga tekshirib beradi. Probek, kraskalarini tekshirib beradi. O'zinglar uchun agar ishonch hosil qilmoqchi bo'lsa, Конечно, to'g'rimi? agar muammosi bo'ladigan bo'lsa, men usta pulini o'zim to'lab yuboraman haq qilib. Chunki men hammasini tekshirtirib olaman, ovatganda. Bo'ldi, Shuning tushunadi. uchun garantiya beraman, kafolat. Telefon qilasizlar do'stlar.